Assalamu alaikum mikroaldagi aziz ko'rmanlar, hurmatli qarindoshlar, menlarniki mush vaqt xeyir bo'lsin. Uyg'ur tadqiqot instituti vakolatidan hammalarga samimiy qizg'in salom yo'llayman. Arab tili institutimizning mudiri shundaqla Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Tarih Muhtafisi Dostum Doktor Erkin Ekrem Muhammed Kıvatkan Xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizning bugungi bölümünde Amerika Davlat Meclisi'ndeki hücum uçuruşu ve bunun perde arkası temizliğiyle muhakkak yaparız. Erkin Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Müşahiniki 6. günü, yani 6. Januar günü Amerika Davlat Meclisi'de bu tur 3. noyabrda ötküzülgen prezidentlik sayılımını tutup çıkan Demokratlar Partisi'ninki başlığı John Biden'ınki prezidentlik salayetini tasdiqlashni muzokara qilayotgan bir esnada Davlat Meclisi sirtida Trump'ın qo'llovchilari bu saylamda biz o'tib chiqdik, Amerikaga erkinlik, Amerikani qutquzib olaylik degan shiorlarni to'plab Amerika Davlat Meclisiga kirish ko'rindi. Ama tusaksızlar, yani köp tusağa uçurmayla Amerika Davlat Meclisi'ni besip kirdi. Neticede sakçılar olan bu Trump'ın qo'llovchilari da sürküş yüz verdi. Vakada 4 adamın o'lganligi, nurg'un adam yaralanganligi bildirildi. Bu Amerika tarixida tunji yuz bergan bu voqea Amerikada emas, butun dunyoda g'ulg'ula paydo qildi. Bunga Yevropa Ittifoqi har xil Yevropa Ittifoqi farqli bayonotlarni berdi. Bundaqla bu Amerikaningki raqibi bo'lgan Rossiya va Xitoymi o'xshamagan uzun nuqtadan turib bayonotni berdi. Masalan, Rossiya bu Amerikadagi voqeaga qarata Amerikaningki bu saylam sistemasininki nihoyat ibtidoiy ekanligini, zamonaviy o'lchamlarga to'shmaganligini, Amerikadagi saylam sistemasininki har turli zo'rliqlarga va zo'ravonliklarga fursat tug'dirayotganligini, shundaqla Amerika mediasininki Amerika jamiyatininki siyosiy va ijtimoiy jihatdan qutulishga turtki bo'lganligini degan bo'lsa, bu Xitoy tashqi ishlar Ministerligi bayonotchisi Hua Chunyun Amerikadagi voqeaga qarata bu Amerikada yuz bergan namoyishlarni oqlagan Amerikaliklar qandaqdir Hong Kongdagi namoyishlarni tarafga tushuntiryotdi. Bu Amerikadagi voqea tug'diruvchilarni erkinlik uchun namoyish qildi degan bo'lsa, yak oqlagan bo'lsa, bu Hong Kongdagi namoyishlarni jangchilar deb shunday tushuntiryotdi. Bu qandaq degan gap degan bayonotni bergan bo'ldi. Elbette her devletlerin üzerindeki noktasını durup Amerika'daki vakalarga bayanatlarını verdi. Biz bugünkü programımızda hakikaten başkalarının dilinde Amerika demokratik kriz çıkıp kaldı mı yok? Yani Amerika'nınki saylam sisteminde mesele var mı yok? Bu Amerika tarihinde hatta dünya tarihinde mi şunda az kurulgan bunda bir vakanınki, yani Amerika'daki bu vakanınki siyasi ve iktisadi siyasatları kandak. Amerika yüz bergen bu özgürlükler yani yüzülmüş. Dünya vaziyetiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Amerikaning raqibi bo'lgan Xitoy fursatdan foydalanib Amerikaga qanday bir inkoslarni yoki siyosat yo'lga qo'yishi mumkin? Degan savollarsiz mulohaza etib boramiz. Erkimal'ın aldı bilan buni muhim savoldan başlasak, hakikaten bu Amerika erkinlik davlati hisoblanadi. Yani demokratiyatning qal'asi hisoblanadi. Shunday bir davlatda Devlet Meclisi'ninki hücum uçuruşunu qanday tushunamiz veya ki bu üçüncü dünyalarda yüz bergan bo'lsa normal deb qaraydik mesela. Afrika devletleri, O'rta Osiyo, boshqa davlatlarda yüz bergan bo'lsa normal xususiyat tushunimiz mumkin. Ama Amerikadan iborat qudratli bir davlatda bunaqa bir aholining yuz berishi bizni haqiqatda o'ylantirdi. Amerikadagi bu vaziyat qanday shakllandi? Ya'ni hozirgi nuqta qanday kelindi? Buni tushuntirib bergan bo'lsangiz. Endi bu mesele kelgan chog'da Amerikada xil ko'z qarashlar var ama asosan ikki partiyaninki ko'z qarashlari mo'yin bu yerda. Trumpni qo'llaganlar bu qilganlarni to'g'ri deyotdi, ama demokratchilar buni to'g'ri emas deyotdi. Trumpni o'zininki huquqini ishlatib turib, o'zininki namoyishchilarini yoki o'zining tarafdorlarini to'plab qildi. Ama bu yergacha xato bo'lmaydi. Ama meclisga besib kirish va shundaqla nurg'un mal mulklarga ziyon berish va shundaqla ba'zi shaxslarningki o'limiga sabab bo'lish
Aslında günah mişedemdi. Şununla bu hazırki reisi şu Trump vatan hainlik kıldı. Yüzününki hukukunu muvaffak işletmedi. Yani yerinde işletmedi. Başka bir mesele ve başka bir menfaat için işletti degandek tanqidlarga uchrayotdi. Hamda bu Amerika'nınki saylam tüzümü ve başka devletlerge biraz o'xshamaydi. Ama 200 yıldan beri shunda devam qilib kelgan. Fakat nemishki shunda vaqtlarda bunda bir çatak chiqdi degan vaqtida demokrasiyaningki bir meselesi chiqdi degan nuqtada o'ylasak bo'ldi. Har qanday bir tüzüm agarda vaziyatning o'zgarishi, tarixninki taraqqiyatiga qarab o'zgartmagan taqdirda, o'zgartish deganim bu islohot demakchi. Islohot qilmagan taqdirda bu o'zgargan vaziyatga moslashmaydi. Moslashmagandan keyin chatoq chiqadi. Har zaman shunday bo'ldi. Har qanday davlatda shu tuzum qo'nrab qolgan chog'da mevcut yeni meseleler chiqqan vaqtida javob berolmagan vaqtida cho'qim chatoq chiqadi. Shuningga bu ba'zi tuzumlarni, saylam sistemlerini, tuzumlarni biraz o'zgartish va buningda bir islohot ilib berishga to'g'ri kelyapti. Bo'lmasa abaqa ahvollar Trumpdan chiqmasa boshqa bir reisdan chiqib kelishi mumkin yoki boshqa bir shtat reislardan chiqib kelishi mumkin. Shuningga bu hozirgi meseleninki yana bir tarafi abaqa degan vaziyat degani hozirgi dunyoda shu populizm bek kuchlanadi. Bu xil populizm tushuncha va buningga bog'langan harakatlar nurg'un davlatlarda paydo bo'lyapti. Burun demokrasiyada eng yaxshi adamni, eng qobiliyatli adamni, davlatni boshqara oladigan adamni deb alayda adamlarni saylatdi. Hozir bu populizmdan tufayli eng tonilgan, eng bilingan, namliq veya xalqning ko'nglini olalaydigan ki bu adamni xalqning ko'nglini olaman deb harakat qilgan va ularningki ovozini olaman deganlar hamda saylanyapti. Bu saylanganışqa abaqa degan davlatni qanday boshqara olamdi, boshqaramamdi, o'zining shaxsi uchun huquqdan foydalanamdi degandek nurg'un masalalar chiqadi. Shuningga bu Amerikada hozir bunday bir masalaning chiqishi taraqqiy qilgan vaziyatga bir javob berolmaganligini ko'rsatadi. Hamda bu Amerikaning iç qonunlariga qarab bir-birisini ayıplash ve mahkemaga berish, sudga berish hamda ularning ichki meselesi. Ama bir mesele paydo bo'ldi. Bu bir haqiqat. Malum bu Rusya'nın deginde bu Amerika demokrasisi kirişikliği, Amerika saylam sistemisi nakitidai bir sistema. Bu her türlü zorluklarını, kıyınçlıklarını, zoravallık fırsat tug'dirib turadigan bir sistema deb. Hatta dünyanınki zamanı ölçem toşmayı da bunda bir tanqid qildi. Şu Rusya degende aşınaq bu sistema. Aslında mening davatgan bu sistem hozirgi vaziyatga javob berolmadi deganim umumiy jihatdan bu saylam tuzumi chatoq deganlik emas. Bo'lmasa Amerika 200 yildan beri bundak bir cho'ng davlat, kuchli davlat, qudratli davlat holiga kelamadi. Hem de Amerika bundak iqtisod jihatdan, turmush jihatdan bundak yuqori bir yerga kelamadi ve dunyoninki bir merkezi holiga kelamadi. Demek onunki bir yaxshi tarafi ve müsbet tarafi mi bor? Hem de Putin'nin davatqini hem de bu tüzümün bütünlay bozuk. Bütünlay bozuk deganligi Amerika hem de iktidai kaldı. Aslında şu gapni demakchi bizninki tüzüm texmi yaxshi. Shu yerga kelmoqchi. Aslında bir kısımda bir problem çıktı, bir kısımda bundan bir çatak çıkkını yok. Şununla islohot elib borgan chog'da bu o'ngshiladi yani. Çünkü bu sistem bilan, bu tüzüm bilan mana keyingi bo'libmi shu 2. Dünya urushidan keyingi shu yildan beri
Onu rahatça köreledik. Çünkü muşu sistem, muşu tüzüm nurgun devletler tarafından kabul kılındı. Samuel Huntington degan bir mutaxassis var Amerikada, o o'ylab ketdi. Misalga, o'ninki bir yozgan kitobi var. 3. dolqin deydi. O kitapta şu dünyada demokratikleşme, şu cereyanı 3 bosqichga ayırıp ve şu 2. Dünya Urushidan keyin nurgun devletler şu demokrasi tüzümünü kabul kılganlığını ve şundaqla şu Sovyetler İttifakı yımırılgandan keyin texmi köp devletler kabul kılganlığını ve dünyada 2 kısım devletler şu tüzümünü kabul kılganlığını. Tabi bu tüzümninki yalğızla şu başkuruş tüzümü ve başkuruş sistemi bile emas, şundaqla bu kıymet qaraşları mı var? Bu kıymet qaraşları bile birlikte taraqqiy qilgan teknoloji, taraqqiy qilgan iqtisod kuchi, taraqqiy qilgan ma'rif ve tadqiqot kuchi, bular hammasi birlikte demokrasi denildi. Misalga ifade erkinliği degan. Bu mo'yin bir tushuncha bu. Shundaqla teng barobarlik, ondan keyin muhitni qo'g'dashgacha nurg'un sohalarda, nurg'un meselelarda demokrasi degan vaqtida buning bir bütünü, yolg'izlik saylam emas. Nurg'un davlatlarda man degan shu taraqqiy qilgan iqtisodiy, tijoratning kuchi, teknoloji, ilim, ma'rif bular yetilgan emasdir. Shuningdek bu tüzümninki alayidlik tarafi bor. Bir tayoq bilan haydadigan vaqtida nurg'un narsalarni yutib qo'ygandek, nurg'un xato ko'z qarashlarni paydo qilib qo'ydi. Shuningdek shu abaqa degan qimmat qarashlarini yo'qotmay turib, undan keyin insonlarninki shu turmushi bilan munosabatlik ularninki bayashat yashatish bu devletninki esas menfaati. Aşılarını yo'qotmay turib, şu saylam tüzümleri biraz o'zgartgan taqdirda yana shu vaziyatga moslashtirib taraqqiy qildigan bo'ladi va taraqqiyotga qarshi ba'zi o'tirib chiqqan masalalarni hal qila oladigan holga keldi. Ama başka devletler bunda bir alayidligi yo'q. Misalga Amerikani alsak, Amerika shu 1. Dünya Urushi vaqtiga kelgan chaqda, yani 1914'lerde onunki ishlab chiqarish kuchi İngilizga erishib qolay degan. Yani yeni yükselgen güçlü bir devlet. Keyin ancha-muncha 1. Dünya Urushiga qaytildi, o bu bo'ldi. Ama 1929 kelgan chaqda cho'ng bir dunyoda cho'ng bir bo'libmi G'arb davlati cho'ng bir iqtisodiy bir krizisga kirdi. Bu kirgandan keyin nurg'un shu G'arb davlatlar hammasi shu iqtisoddan ziyon ko'rdi, shu iqtisod krizisini. Ama Sovyetlar bu krizga uchirmag'achqa ki ularninki iqtisodi va tijoratlar G'arb davlatlar bilan aloqasi bo'lmag'achqa. Ki başka sebeplermi bor. Shuning bilan nurg'un odamlar dedi, shu Sovyetninki tuzumi pek yaxshi ana iqtisodiy krizis chiqsa, mana bununla ziyonga uchirmadi. Mana nim degan yaxshi tuzumda nurg'un odamlar shuni qildi. Qo'llab, quvvatlab qildi. Ama 1930'dan keyingi yıllarda asta o'zini tuzitib oldi ve Amerika'nınki o'zini o'ngshivilish, yani bu revize degan bir hukmda, yani mesele chiqqan chaqda o'zini qanday yimlab, qanday o'zgartish degan qobiliyat Amerikada bo'lganligini ko'rdi. Ondan keyin 1970'da yaman cho'ng bir krizis chiqdi. O krizisma yana aşı o'zini o'ngshab qila oldi. 1981'den 83'lergacha bir krizisler bo'ldi Amerikada. Onunla kartama o'zini tuzitdi. Bu yerda bir qisqa bir misal mı beray? 85-86'da Amerika'nınki bir mutaxassis Paul Kennedy degan bir adam bir kitap yazdı. Cho'ng devletlerine yoki cho'ng kuchlarninki yükselişi ve yıkılışı deb.
o kitapni yozganda shu Amerikani asas qilgan endi. Ya'ni Amerikaga tavsiya berish uchun. Keyingi 500 yilda shu 9 tane devletninki qanday yükselib, qanday yiqilganligini, sebebini izlab tepib o'tirib qo'ygan ve Amerika derhal o'zininki shu ticaret chetdan, ma'rif chetdan, teknologiya taraqqiyot chetdan her sahada bir yenilik yaratdı. Yenilik yaratqachqa Amerika derhal o'zining qo'lidagi texnologiyalarni dünya bilan o'rtoqlashdi. Misal hozir biz ishlatayotgan shu internet sistemi deymiz, shu dijital sistemi deymiz, shu ilimninki yeyilishi deymiz, ticaret chetdan onandaki dünyanınki keng doiraga ichilgan bir ticaret qilish ve başka devletler ticaretga qarshi tamni sokup çıkışını aldığını iliştigende nurgun sahalarda bir ıslahatını ilip vardı. Mesela aşınında mı kutlardı. Mesela 2008'deki bu kriz sistemi Amerika şu Xitay'dan başka hem de Amerika en başta özüne oңşuvagan devletler. Hazır nurgun devletler tek 2008'de krizden tek çıkamadı dedi. Normal yolga kelemedi. Şu Amerika'nınki bu ötmüşge qaraydigan bolsak, Amerika özüne munda yenitlap tüzderleydigan bir kabiliyet var. O devamlı boldigan bolsa, devam qila oladigan bolsa, Amerika yani şu hazırki biz davatkan kriz sistemi ötep ketishninki ihtimalini yuqori. Bu vaqadan keyin bu Trump'ninki Twitter hesabı takip etildi. Bunu her türlü düşündürgenler var. Mesela sen prezident bolsan bu, eğer kanunga, eğer tertipki ziyallap zıt işini kılsan, yokum seninki hesabatan takip edildi. Bu bir. İkincisi, Amerika degan bir fikri erkinlik var bir davlat. Nemişte bir insanınki fikir kılacak. Hukukunu Twitter orqali to'sib qo'yamiz. Bu qandaq bir demokratiya degan qandaq bir qarshi fikrni o'tirib chiqdi. Yoki siz buni qanday tushunasiz? Birincisi bu tushunamsiz, ikkinchisi boshqa tushunamsiz. Bu Amerika'nınki asas kanununki birinci maddeninki qo'shimcha maddaga qaraydigan bo'lsak, keng kirgizilgan maddaga qaraydigan bo'lsak, hozir onunki shu ijtimoiy taraqqiyot meselesinde, yani onu to'sash veya onunki hesaplarını yepitish degandek, bular to'g'ri bo'lmaydi. Yani bir Amerika için nihayetinde çok bir hata. Fakat asas kanunun başka maddeleri mi var? O deydi ki devletninki mushundaq krizga kirganda devletning mushu xavfsizligi tehdit ostiga qolganda yoki jang ichilgan vaqtida undan qolgan maddani ishlaydi ve u vaqtida albatta degan bu ifade erkinligi degan maddeler undan ikinci planga qoladi. Bu da Amerika'nınki mushundaq qilishi şu devletninki xavfsizligi de bir mesele çıktı deb aldığını iliş için kılıngan. Yani bunda degan chaqda her iki tarafninki haklı tarafı var. Fakat Trump devletinin devletga ihanet kıldı. Hukukni başka özünün menfaati için işletti degani hamda Amerika'nınki sotu hamda karar verdi. Eğer de beğense. Başta tabii ki işki mecliste karar çıkış lazım. İşki mecliste karar çıkıp olgandan keyin sotda bunu sotlaydı endi. U vaqtida ular yana texmi ko'p qonunlarning maddasiga tayinib turib bir karar berdi endi. Shuningga bu Amerikaning masalasiga qaragan chaqda her ikki taraf ya da ko'p taraflik bilan qaramak lazım. Misalga Amerika asas kanunun birinci maddeye qaraydigan bo'lsak, bu iş xata. Ama ben degandek bu devletninki xavfsizligi bilan munosabatlik bir maddelarga qaraydigan bo'lsak, ularniki to'g'ri. Shuningga bunda ahvollarni hal qilish uchun Amerikanınki shu adliya sistemi ayrım bo'ladi. Siyosilardan ayrım bo'ladi. Meclisten ayrım bo'ladi. Hükümetten ayrım bo'ladi. Çünkü ular texmi müstakil, texmi erkin bir şekilde yani
haqlarni aralashmagan taqdirda, bisimga uchirmagan taqdirda hal qilsin deb, shunday krizislar bo'lgan chog'da shu hal qildi deb, shunday qurilgan bu Amerika. Shuningga bu to'g'ri xato deyish har kimsa o'zininki chiqish nuqtasi bilan deydi bu gapni. Nuqta nazarinda deydi buni. Shuningga uning to'g'ri, buning xato deb qo'llashma, shu qo'llagan kishinikimi, shu o'zininki sahib bo'lgan nuqta nazardan gap qiladi. Ya'ni bir haqiqat va nimaga qonun asosiga qarash lozim. Qonun asoslariga va vaziyatning haqiqatga qaralgan chog'da etrafli tushungili bo'ldilar. Erkman'da Michel so'rasam bu Amerikadagi bu Amerika Davlat Majlisidagi hujumga uchrashgan bo'lganda yoki besbellanish voqeasini nuqul bu Trampning kishilik xarakteri nuqsini tushuntirganlar bor. Masalan, Trampda lidalkor, quraqsiz degan qarashlar bor. Dal shu sababdan bu ishlar bo'lgan degan bir qarashlar bor. Siz davomli deysiz, masalan, uchun bir nuqsini tushuntirsa bo'lmaydi. Bu masalaning har xil taraflari bor deb. Ben şunda olayım, bunu iqtisadi şahs tarafı var deb o'ylayman. Mesela iqtisodiyot misol alsak, bu Amerika payçık, mesela Amerika'nınki o dağlık Dow Jones payçık merkezi tarixdeki en zor tüvelleşini görgen, yani Mart ayında. Bu Mart ayında bu qar kun deb atalgan bir kun yuribdi. Dushanba kundan payshanba kuni. Favqulodda tüvenlerge tushib ketgan ekan. Ondan başka Amerika Emgak Ministerliği bu tur mayda, yani 5. ayda 3 milyon 280 bin Amerikalıkniki işsizlik yardım pulu için iltimas kılganligini e'lon qilgan. Bu Amerika tarixida rekord bir raqam hisoblanadi. Burun en yuqori bo'lgan vaqtida 695 mingga yetgan ekan ishsizlikmiz. Ishsizlikqa iltimas qilganlar soni. Ya'ni Amerika ishsizlik nisbati 14,17%ga yetgan. Bu tur aprelda 22 milyon Amerikalık to'pqa ishsizlik sababidan arz qilganmish. Nurg'un shirkat vayron bo'lgan. Masalan, bu 165 restoran taqdim etgan bir Pizza Hut bor ekan. Hatto dehqonlar, siz bilasiz, traktorni haydab namoyish qilgan ahvollar bor. Masalan, davlatniki qarz deydi, 27 trilyon dollarga yetgan ekan. Buningki cho'qim bir mushodirqi Amerika Davlat Majlisining besbellanishga bir sababi bor deb o'ylayman. Siz qanday qaraysiz bunga? Şu Amerika'nın yüzünü algan vaqtida siz bergan şu raqamlarga ma'lumot qaraganda bunun to'g'ri tarafi bor. Chunki o meclisga hujum qilgan yoki Trumpni qo'llagan o ovoz berganlar asosan shu iqtisodninki nacharlashininki bir sababi bor. Trump bizni qutqizdi, Trump bizga shunday bayashat bir hayot yaratalaydi, bizga shuni sunalaydi deb onunla ishindi. Shuningga Trump shu hokimiyat beshiga kelgandan keyin Amerika asta-asta o'ngishilishga boshlagan. Hamda bu iqtisodlar, pay chek bozori degan narsalar ba'zan siyosatninki harakatiga qarab harakat qildi. Ya'ni o'sadigan, tushadigan ahvollar bor. Shuningga bu Trumpninki chaqirishi bilan bu xalqlar ondan keyin o'zininki shu o'yini haqli deb ondan keyin bu harakat bilan shu namoyish ishlar bilan bu dardimizni bir chiqarayli deydigan ahvollar bor. Buni hamda xalqlarni ayblash to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri bo'lmagan shu majlisga besib kirib o hamma nimani urib so'ndirib, hatto o'limga sabab bo'lishi shu namoyishni tashkil qiluvchilarninki bir xatosidir. Ma'lum bir yerda to'xtatish lozimdi, ammo ish bo'lib bo'lgandan keyin o Trump chiqib, undan keyin unda qilmanglar, qaytib ketinglar. Qonunga ahamiyat beringlar, tuzumga ahamiyat beringlar, uyda saqlab turinglar degandek shunday gapni dedi. Ammo ish bo'lib bo'ldi. Agarda yolg'izlar iqtisodninki nacharligidan tufayli shunday cho'ng namoyish chiqdi, shunday urib selib qilib sundirdi desa, o'xshashlar nurg'un davlatlardami bunda iqtisodiy masalalar bor. Ig'ra. Misolga Angliya. Undaqda Angliyadami shunday majlislarni urib selib hukumatga besib kirib, hukumat binolariga kirib, shunday soqchilar bilan urushib so'qishib qilsa bo'ladi.
Misalga eng iqtisodiy eng yaxshi bo'lgan ki bu raqamlarni Xitoyninki bergan raqamlarga qarab turibmiz endi. Eng yaxshi bo'lgan Xitoy. Xitoyda ham shu keyingi yillarda bo'libmi 2017'dan keyin iqtisodiy taraqqiyoti nacharlashishga boshladi. Ve bugünküce texima acizliğini görüyoruz. Xitoyninki şu iqtisodiy taraqqiyotning tezligi %12'den %6'nın töveniga tushdi. Hozirgi IMF bo'lsin, Dünya Bankası bo'lsin, bularning bergan raqamga qaraganda Xitoyninki iqtisodiy tezligi 3.5 etrafida. Yüzdende. Bunda vaqtida nim bo'ldi deganda Xitoyning nurg'un shirkatlari, nurg'un fabrikaları yepilib ketdi degan. Yepilganga nim bo'ldi desa, ishsizliklar ko'paydi degan. Bu ishsizlikda qolgan bu odamlar nega boradi? Nada pul topadi? Shunga bu Xitoyninki bosh ministri Li Keqiang mayli mushu ko'chada yeyimchilik qismi bo'ladi degan gapni degan. Tabii bu Xi Jinping'ninki namratlıkni yo'qitaman degan siyosati bilan moslashmagan bir ifoda. Shunga yaqingi zamonda mushu Xi Jinping mushu ishsiz qolganlarni ko'pinchisi hamda yezlarda, mushunday kambag'al rayonlardan kelganlar. Sizlar qaytib ketinglar deyotdi. Bu bo'lsa bir vaqtlarda Xitoy Mao Zedong'ninki vaqtida mushu Xitoy yoshlarni ishiltib oldi boshqacha. Sayırganlarını, köplep sayraş var bu. Şu sayırganlarını hal qilish, partinin içinde üzgü karşı çıkan güçlerini hal qilish, olupma şu profesör deyimiz, ilim adam deyimiz bularını ders veriş için yaşlarını işletti. Kim bu yaşlar, bu iş tüygenki yaşlarının işi mi tügeydi? Şununla bularını yezgi aydıdı. Yani Mao o krizini hal qılalıdı. Bugünkü Xi Jinping mi şu işsiz qalganlarni yezgi beringlar, yezdi onda bunda dedi. Yezdi mi jiq narsa qolmadi aslında. Toprak az, nüfus ko'p. Shuningga shaharga kirgan. Shuning bu Xitoy bu krizni qanday hal qildi? Misalga mushunda bir paytda Xitoyda mi bunda cho'ng ish chiqmadi. Har davlatninki o'z oldiga balki nima tushuncha, yasham, shu har xil alaytligi bordir. Ama Amerika'da bundan ahval çıktı. Demek ki bu ahval yalnızca iktisat meselesi, pay çek meselesi emas. Nurg'un sebepler var bir yerde. Evet. Hazır bilmeyen, diyemeyen sebeplerini buluşuyor. Hem de buna kaçan oturup çıkıdı degende hem de bu tekşireşle birlikte çıkıdı. Eğer de Trump'ın ki bir günah işleyenliğini, asas kanununa hilaf kılanlığını, eğer de şu adliye sisteminden şu sotlarda karar verse hem Trump hem de Amerika'da siyasetçi bulamaydı. 2024 yılı namzat bulamaydı prezident. O tarafa onu görmez hem de her türlü Amerika kanda karar verirdi. Hem de bizim ne diyemiz ya o kanun adaletsiz, o kanun bozuk, o kanunda mesele var. Ama o kanun o kanunda meyli kanda hata veya doğru olsun ama o kanun bu başka devlet mi kanunga karab hareket kılgaçka bir yerde doğru hatadan köperek şu hakikat mi emes mi degenge qarash lazım. Şunun sebep mi şu hakiki sebep mi ya ki subjektif nima subjektif bir karar mı göz qarash mı deb ona ayırış lazım. Bu mürekkep bir mesele hem de. Bir qancha yılın içinde hem nima aydınlanıp deb o'ylayman. Erkamal'ın bu şu Amerika'daki bu hadisini böyle Amerika'daki siyasi ve bu ictimai kutuplaşınki eğrileşvatkanlıkın direkt böyle desek bulamıyor. Mesela qanday desangiz bu her xil ko'z qarashlar var. Bu Amerika Trump'ın bir narsa chiqibdi hamda. Qanday desangiz Trump Amerika'daki an'anaviy liberalizm vakili qilsa, John Biden neo yani yenichi liberalizm globalizmga vakillik qildi. Amaliyotda bu prezident saylimi yoki bu qadimgi jidal yoki surkilish yani mush ikki qism o'tirisidagi yoki mush ikki qutb o'tirisidagi jidal deb tushadiotganlar bor. Siz buni qanday qaraysiz? Bu bir nokta nazardan qarab tushundigan bunun kimi to'g'ri tarafi bor.
keyingi mushu 1990'lardan itibaren Amerika'da liberalizm tushuncha kuchlandi. Bo'libmi mushu prezident Bill Clinton bilan birlikte bir elit kesimini, bir elit kısmını yarattı Amerika'da. Bu xalqlar en yuqori maaş alıyordu. Bularni qo'llaganlar mushu Wall Street degan ko'chadagi odamlar. Bu odamlar hamda Amerikaningki, hatto dunyoning mushu pul muomalasini ayarlaydigan, so'raydigan, tanishadigan odamlar bular. Bular puldan pul topadiganlar. Bular ishlab chiqargan zavodninki meyvesini pulga aylandırıp yani puldan pul topadiganlar. Bular akıl işletkeşke, bular liberalist o'ylag'achqa, dunyoga yeyilgan bir tushuncha bo'lg'achqa, bular bag'an seri yuqori maosh oldigan bo'ldi. Ama fabrika qurib, ishchilarni ishga silib, ondan keyin ishlab chiqargan mallarni setib, o topgan puli mavi hazır men degan Wall Street Journal'ninki qo'llagan va ularninki tanshab mangan odamlarninki maoshi bilan selishtirgan chog'da arasının farkı çoğayıp mangan bo'ldi. Arsı kengayib ketdi. Musafe. Şununla bu fabrikada, zavodda ishlab chiqargan o kapitalistlar burun nayda jiq pul topadigan odamlar. Topgan pulini yana bir mablag' selib, yana o sohaga bu sohaga mablag' selib turib, ishini cho'ntarlaydi. Hozir bularning topgan pulininki ko'pini abaqiman degan liberalizmninki yaratgan o kesimninki adamları tepkik vardı. Bu tepkikler yani sınıf değil. Sınıf o sınıf tepkik vardı. Şununla Marx'ın degan o kapitalistlar pul tepip işçilerini bozak kılıp sömürdü degan narsa acizlar vardı. Aslında ağlar sömürü vardı değil mi degan. Yig'ib kelgan chog'da mushu o'ttir Amerikanınki fabrika şirket açkan yoki boshqa ish qilgan o o'ttira sinf bilan mavu üst sinfninki arasındaki mesafe kengayib, ama üst sinfdagilarninki maaşı bekli yuqori, topgan puli bekli ko'p. Ularning soni az bo'lsa-mu, ama en ko'p pulni ular topgan. Şununla bir yerde bir Kırım'nınki uçurumu var. Bu Kırım'nın uçurumu o'ttura sınıf ve o'tturdan töven sınıfınınki Kırım'a ziyan veriyordu. Ularınki Kırım'ı azayıyordu. Hem de misalga deyli, Xitay Amerika'ga mal satıyordu. Misalga Amerika'da bir Adidas ayakne 100-150 dolar satsa, Amerika'da Xitay'dan işlep ekelse, bunu 50 dolar 100 dolar arasında satalaydı. Şunda qıp yürüp, o'ttura sınıf ve o'ttura sınıf tövendikilerini tutkuzalaydı. Fakat Xitay bağan seri güçlengendiğin ki, onun işlep çıkargan mallarının ki maliyeti özgendek, ham madde özgendek, onun işlep çıkargan malının üzüme kıymetlişiyordu. Bunda bir ahval hem de halkını bir kembergalçilik seviyede yaşatış, halkınınki isyan, halkınınki narazılığını yartıdı bir yere. Evet. Bu halklar, bu sınıf, bu kembergalleşken sınıfını hareketke seliş için bir lider oturup çıkıp, sizlerinin bu ahvallarını ben tüzdümen deydiğanlı olsa, aşınıga avaz verirdi. Eğer Trump şu Wall Street gruplarga, şu sınıflarga karşı hücum kılıp, Xitayninki mallarga üstün koyup durup, yüzününki Amerika'dan Xitayga ketip kalgan şirket ve zavodlarını Amerika'ya kaytıp ekiliş, bu o'ttura sınıf ve o'ttura sınıf tövendikilerini razı kılalaydı. Memnun kılalaydı. Memnun kılalaydı. Memnun kılalgandan keyin şu Trump bizni kutquzdu deb Trump'ның akıga egişidi. Bu sebepten tüpeyli bu dakika saylamda Trump bu kutturvetli saylamını hazır cehemdi. Ama ağa avaz az emez.
Yeni kollaydıgan da köp. Ha, kollaydiganlar ko'p. Bu kollaganlarni albatta degandek bir nima Krimninki arasında sınıflarning Krimga bağlangan sınıflarning arasındaki bu mesafeninki pek kengayib ketishi. Bu ahvol Amerikada emas. Bu başka devletlerde mi shunday? Xitoyda mı aslında shunaqa bo'lyapti? Hozir Xi Jinping baylarni yig'ishtirib, ularninki mol mulkini musodara qilib, ilib oldi. Xuddi shu 1950'lerde toprak islohoti, shirkatni davlatga bağlash degandek harakatda bordi. Shunga o'xshab qoldi endi. Ma krizdan biraz o'zini o'ngishib olalaydi yuqori ama G'arb devletlerde, İngiltere'de, Fransa'da bunda ahvollar bor. Hamda buni tuzash uchun shu majlisdagilar yangi bir narsalarni o'ylab turib, vaziyatni o'ylab turib, hozirgi biz degan problemni o'ylab turib, muvofiq bir qonunlarni chiqarish lozim. Buni o'ngshash lozim. O'ngshmasa, bu Trump'ninki shu devrida yaşangan bu mesele başka devletlerde mi paydo bo'lishi mümkün. Bu dünyadaki meseledir. Yani yalnızla Amerika'nın meselesi emas. Oldin bu Amerikadagi hodisadan keyin Amerika balkim bakroq xalqarodagi bu ishlar masalalarga qarab emas, balkim o'zininki ichki masalalarga bakroq markazlashi mumkin degan qarashdan bor. Masalan, energiyasini, zehnini, vaqtini, pulni o'zining ichki ishlarini o'ngshash uchun ishlatish mumkin degan qarashda ko'payyotdi. Bundan boshqa bu Amerika voqeadan keyin bu Xitoy davlati Xi Jinping odatdan tashqari umidvor bayonotdan berishga boshladi. O bir yig'indan bir yig'inda, yani bir necha kunlik yig'inda vaqt ve sharoitni Xitoyga mos keladiganligini, shunga bu Xitoy davlati uchun foyda ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Amerikadagi bu hodisa, uningdek Amerikaniki o'zining ichki ishlar markaziy qilishi, uning Xitoyniki Xi Jinpingniki bu bayonoti qanday nimadan derak bo'ldi? Yani Xitoy Amerikadagi bu ahvoldan qanday foydalanish mumkin? Aslında Amerika'nınki bu ahvolini Xi Jinping shu 2017'da bilib bo'lgan. 2017'da o'zininki qudratli davlat bo'lganligini, bundan keyin Xitoy dunyoga yo'l ko'rsatadiganligini, dunyoga qarshi yetakchilik qiladiganligini ifoda qildi. Shu misolga mayli Xitoyning 19-qurultayda bo'lsin, mayli Davos'daki yig'inda bo'lsin, ularni dedi. Ama Trump keyingi yillarda 2017'den keyin bo'libmi, 2018 ve 2019'da Xitoyga qarshi qattiq qo'lliq siyosatni ishlatgachga Xitoy biraz tem tortdi. Ama budaqi chiqqan ahvoldan Xitoy texmi o'ziga bo'lgan ishonchi texmi kuchlandi. Aslında Amerika acizlab Xitoy kuchlanganligini Xitoy 2002'de bunu bilib bo'lgan. Yani bilib bo'lgan deganim hamda shu vaqtda ve aldığımızda 20 yıllık bir strateji menfaat devri var. 20 yıldan keyin, ondan keyin Amerika bilan taqabul turdigan, Amerika bilan jidallashadigan, Amerika qarshi hujum qildigan, yani bir devrga kirimiz. Şunga hozirdan boshlab iqtisodiy kuchga tayanib turib, harbiy kuchni, texnologiya kuchni, ma'rif kuchni, hamma kuchni kuchlantirish bilan birlikda dunyoninki shu siyosiy iqtisodiy tuzum va sistemni Xitoyga moslashtirib, Xitoyning taraqqiyotini moslashtirib va shu iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida Xitoy yetakchilik qildiganligini. Xi Jinping'nin nurg'un yig'inlarda ikki Yingdao dedi, yani yetakchilik. Dünyanın vaziyatini yetakchilik qilish, onun keyin iqtisodiy taraqqiyotlarga yetakchilik qilish, tuzumlarga yetakchilik qilish. Ondan keyin shu standart degan bir narsa var, yani o'lcham. Bu bütün shu g'arb davlatlarininki o'tirib qo'ygan bir o'lcham var. Mesela siyaset deganda bunda bo'ladi, iqtisod desa bunda bo'ladi, turmush desa bunda bo'ladi, turmush seviyesi desa bunda bo'ladi. Futbol kaydı mandak olurdu. A'nın kaydısı mandak oldu. Bu standartlarını, bu ölçemini koyganlar
G'arbliklar. Shuningga nurg'un davlatlar bir nima degan vaqtida mana g'arb davlati mundaq qo, mana Amerikada mundaq qo deb ani selishdi. Xitoy deydiki, bundan keyin bu o'lcham bizda bo'lishi lozim. Shuningga eng isil universitet, dunyodagi eng isil universitet, Xitoydagi eng isil dünya çapında, yani dünya en isil üniversite, en isil think tanklarını kuruş, yani düşünce ambarı deyimiz mi? Şularını kuruş, nurgun sahalarda, bulup mu esas olan 10 sahada. Bu uzay bolsun, hava boşluktan bolsun, deniz astı bolsun, doğrudan mı şu teknoloji bolsun, bulup mu şu 4. sanayi diyen, suni akıl degan olsun. Bu sahalarda yetiştirganlığını şu vaqtlarda planlagan ve şu planlagan yolda minmadıdır. Amerika'da bu meydana kelgan bu ahval Xitoyning abaqi degan planlarni icra qilishga bir fursat yaratdi. Ve bu mesele çıkış, şu saylan meselesi çıkan hamatla Xitoy derhal şu Janubiy Sharq Osiyo davlatlarininki qurgan bir ASEAN degan bir jamiyat bor. Bu asosan iqtisod hamkorlikni asos olgan jamiyat. Darhol ular bilan RCEP degan bir tashkilotni qurdi. Qitildi ularga. U yerda eng kuchli kuch Xitoy bo'lgandan keyin hamda Xitoyning ta'siri cho'ng bo'ldi bu yerda. Hamda shu uni oz deb darhol shu Yevropaning Trump hükümetdagi bo'lgan norozilikdan foydalanib, Yevropa Birligi bilan shu tijorat va mablag' selish chetdimi bir kelishimga imzo qilishdi. Ya'ni qaror oldi. Bu qarorning hamda ijro qilishi bir bosqichlar bor, Yevropa parlamentosi va kagicha bir mezgil bor. Shunda bo'lsa, Xitoy har fursatni tutib bu ishni ilib beryapti. Mana bugünlerde derhal bu kesel virüs meselesiga qarmay, Tashqi ishlar ministri Wang Yi her tarafga yuguradi. Yani bu ekranda sohbet qilish emas, yeriga berib ko'rishib, ve ularga tushuntirib, yardım qildiganlarga yardım qilib, doğrularni biz setib beramiz, shu vaksinni biz setib beramiz, bizningki texmi yaxshi, texmi isil, anda deb yurib, nurg'un davlatlarni o'ziga tortish va o'ziga beqindirishning yo'liga kiryapti. Yana bir jihatdan hamda Rossiya, Amerika tarafga ikki qolmasin, ya da Amerika o'ziga oldi ilvomsin deb Rossiya bilan yaqin munosabatlarni qurishga tirishadi. Yana Xitoy keyingi shu necha oydan beri hali undanla jonlanyapti. Bunun bir sebebi şu Amerika'daki saylama ve yaratkan şu problemler. Yani rakipler daim şu devletler bir çatak çıkan çağda en yaxşı fırsatını işiltip alıdı. Xitoy aşını kılıvadı. Eğer de Amerika bu daha şu krizler uzayıp gelse, bu vaxtada Xitoyga yaratkan fırsatlar texmi köp olurdu. Bu vaxtada Xitoy abaqi degan planның sırtında Xitoy bunundaki dünyaya qimmat qarash yaratishga tirishadi. Ya'ni qarmamsa mana Xitoyning tuzumidan tupayli mana nurg'un krizlarda yiqilmadi. Mana Amerika shunda isil davlat dedinglar, hamma tuzumlari isil oliy dedinglar, ana anda bo'ldi. Bizning tuzumninki texmi oliy bo'lganligini va dunyoga bir misol bo'lib berganligini ko'ryapsizlar. Shuningga bizningki qimmat qarashlarimizni qabul qilinglar deb hozirdan keyingi shu 4-5 yildan beri deb kelayotgan misolga Xitoy aqli, Xitoy plani, undan keyin insoniyat jamiyatni barpo qilish, tabiiyki Xitoy markaziy dunyo tuzumini qurmoqchi. Nurg'un narsalar bilan birlikda undan keyin 24 qatlik bir nimasi bor, qimmat qarashlari bor. Uni ham dunyoga yeyishga tirishadi. Konzning ideyasini yeyishga tirishadi. Laozininki yeyishga tirishadi. Hozir bu Shunzininki fojialarninki, ya'ni qonunchi tushuncha bo'lganlarni tadqiq qilyapti. Qanday bir qonun ekelsak dunyoga bizga bog'lay olamiz bu davlatlarni, bizning tuzumga bog'lay olamiz deb
dünyaya tüzüm ekiliş, sistem ekilişinin ki yoluga kirdi hazır. Güçlengen bir harbiy gücü bilen, güçlengen bir iktisadi ve en yukarı teknolojiye sahip olmasına yeterli bir teknolojiye sahip. Şu gücü bilen hazır dünyaya yeniden da içilmedi. Yani bu İngiltere'nin ki Avrupa'dan ayrılışı, Avrupa'nın ki işçidime şu fırsatlardan faydalanıp ulanıma yüzge bir kındırış, iktisat cetten, ticaret cetten insanlar. Onun için Rusya bile Avrupa devletlerinin enerji münasebetlerini kollap durup, Rusya'nın kolu bile Avrupa'nın yüzüge bağlaş, yani Amerika'yla kitkalmasında. Yani şu meselelerini kılıvadı da, yani bir saylamdan çıkan problemler, halkıradaki ziddiyetler, problemler, sistemler, tüzümler hemmenimge tesir yetkizivadi. Amerika'daki kudretli bir devlet yüz vergen bu özgürlüş degenimizde dünyanın vaziyetini tesir gösteriyor. Doğru, hem de o çoğun devlet boğaşka, onunki her kılgan işi dünyanı tesir yetkizivadi, köp ya da az. Kıymetli көрерmenler, Vakıf Nası'nın programına dahil biz bugünkü programımızda Amerika Devlet Meclisi'ndeki beslenişi, bunun perdasındaki sebepleri, yaratkan tesirleri, şundak Amerika'nın demokratiye ve sayılam sistemisi ve bu hazırki Amerika'daki bu meseleden faydalanıp Xitay'ınki qandaqroq bir hareket etganligi ustida mulohaza edib bordik. Onlarninki vaqt chiqarib anlaganlar uchun ko'p rahmat. Erkin, sizinkimi qimmatli analiz uchun ko'p rahmat. Ben rahmet etaman.